Qalaysan emas. Qalaysan, yaxshi tamadinglarmi? Tuzimsan? Ha, bo'laveradi. Ishlaring qalay? Как dela? Men ko'p aytaman bu gapni. Musulmon odamni salomlashdagi tahiyyasi bu jannatiylarning tahiyyasi. Assalomu alaykum. Sizlarga tinchlik, omonlik bo'lsin. Assalom Alloh taoloning go'zal ismlaridan bittasi. Hozirda odamlarda salom berishi bilamiz qanaqaligini. Qandaysan? Tuzingmisan? Ishlaring yaxshimi? Uydalar tinchmi? Ha, bu ham so'rashish. Ammo musulmon odam har bitta aytayotgan so'zi ana shu bir islomiy bo'lishiga harakat qilish kerak. Assalomu alaykum. Va alaykumussalom va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum deyishlik o'rtamizda muhabbatga sabab bo'ladi. Muhabbat iymonli bo'lishimizga sabab bo'ladi. Iymonli bo'lishimiz salom berish bilan ham jannatga kirsa bo'lar ekan-a.